Davlat qarzi haqida gapirilganda ko'pchilik xavotirga tushadi. Ammo dunyodagi deyarli barcha mamlakatda qanchadir miqdorda qarz bor. Masalan, Yaponiyaning iqtisodiyotiga nisbatan 2 barobardan ko'proq qarzi bor. AQShning davlat qarzi esa 38 trillion dollar. Bu undan keyingi 5 ta davlatning qarzini qo'shib hisoblaganda ham ko'proq. Tasavvur qilishingiz uchun 38 trillion dollarga dunyodagi barcha oltin, bitcoin va kumushni qo'shib sotib olsa bo'ladi. Juda ham katta raqam. O'zbekistonda ham qarz bor va bu ayni paytda 44 milliard dollarni tashkil qiladi. Xo'sh, davlatlar o'zi qayerdan qarz oladi, nega qarz oladi va kimdan qarz oladi? Bugungi videoda shu haqida gaplashamiz. Davlat qarzi o'zi nima? Davlat qarzi deganda hukumat qaytarish kerak bo'lgan umumiy qarzlar yig'indisini tushunish kerak. Xuddi odamlarga o'xshab davlatlar ham ularga pul kerak bo'lganda qarz olishiga to'g'ri keladi. Deylik, siz bir oyda 8 million topasiz, lekin 10 million xarajat qilasiz. Yetmayotgan 2 millionni qoplash uchun qarz olishingizga to'g'ri keladi. Yoki do'stingizdan, yoki bankdan. Bu endi o'zingizga qarab. Davlatlar ham daromaddan ko'ra ko'proq xarajat qilganda kamomad paydo bo'ladi. Aynan shu vaziyatda ular qarz olishiga to'g'ri keladi. Kamomadni qoplash uchun xalqaro moliya tashkilotlaridan yoki qo'shtirnoq ichidagi do'st mamlakatlardan qarz olinadi. Bu borada O'zbekistonning eng yaqin do'sti kimligini izohlarda yozib qoldiring, men esa video davomida aytaman. Davlat qarzi o'zi 2 qismga, ichki va tashqi qarzga bo'linadi. Tashqi qarz deb sal avval aytilgandek, tashqi manbalardan jalb qilinayotgan pullarga aytiladi. Ichki qarz esa mahalliy resurslarni anglatadi. Davlatlar o'z fuqarolaridan ham qarz olishi mumkin. Shunday qilib, O'zbekistonning davlat qarzi 44 milliard dollar, davlat tashqi qarzi 37 milliard dollar, ichki qarzi esa 7 milliard dollarni tashkil qiladi. Umumiy tashqi qarz esa 72 milliard dollardan oshiq. Ko'pchilik shu yerda umumiy tashqi qarz va davlat qarzini adashtiradi. Masalan, Angrendagi biznes egasini Fransiyadagi kompaniyadan 100 million dollar qarzi bo'lsa, bu davlat qarziga kirmaydi. Davlat qarzi nima ekanini, davlatlar qayerdan va nima uchun qarz olishini bildik. Endi keling buni O'zbekiston misolida ko'rib chiqamiz. O'zbekiston tashqi qarzining asosiy qismini Osiyo taraqqiyot banki va Jahon bankidan oladi. Davlatlar kesimida mamlakatimizning eng yaqin do'stlari Xitoy, Yaponiya va Fransiya hisoblanadi. Xitoydan O'zbekistonning 307 milliard dollardan oshiq qarzi bor. Davlat qarzimiz so'nggi yillarda qanday o'sib borayotganini mana bu grafikada ko'rishingiz mumkin. 2017-yilda O'zbekistonning 11,6 milliard dollar qarzi bor edi. Shu o'rinda sizga savol tug'ilgandir. Qanday qilib davlat qarzimiz bunchalik ko'payib ketdi? Iqtisodiyot va moliya vaziri yaqinda shu narsani zo'r tushuntirib berdi. Jamshid Qo'chqorovning aytishicha, avvalgi hukumat davrida O'zbekistonga deyarli hech kim qarz bermagan. So'm qora bozor kursida yurardi, soliqlar murakkab edi. Iqtisodiyot ham faqat raqamlarda o'sardi. Aslida vaziyat achinarli holatda edi. Endi esa iqtisodiy o'sish uchun mamlakat har yili qarz olishiga to'g'ri kelmoqda. O'zbekiston ham aksariyat davlatlar kabi qarzni asosan budjet kamomadini qoplash uchun ishlatadi. Hammamiz ham daromadimizdan ko'ra ko'proq xarajat qiladigan bo'lsak, borib birovdan yoki bankdan qarz olishimiz kerak. Shuning uchun buni biz borgan sayin agar e'tibor bersangiz, boya ma'ruzada ham aytib o'tdik, biz qarz bo'yicha, tashqi qarz bo'yicha limitimizni masalan joriy yilda 5,5 milliard dollar degan bo'lsak, kelgusi yil uchun 5 milliard miqdorda tasdiqlashni taklif qilyapmiz. Endi umuman bu taqchillik doim bo'laverishi kerakmi degan savol. Endi birinchidan agar bir tarixni ko'tarib ko'rsangiz, endi mana shu sohada avvaldan ishlab kelyapman, biz ko'p yillar davomida profitsit bilan qilganmiz. U zo'rmidi degan savolga men shu sohada ishlab kelayotgan odam sifatida yo'q deb javob berishga majburman. Chunki avval o'sha payti profitsit bo'lgani sababi shuki, byudjet taqchilligini moliyalashtirishga hech kim bizga kredit bermagan. Men buni rasmiy aytishim mumkin, hech kim. Chunki demak islohotlar yo'q edi, so'm erkin konvertatsiya qilinmardi, soliq siyosati umuman endi nimalar qilingan bo'lsa, oxirgi 8 yilda shular yo'q edi. Shuning uchun ham hech kim bizga demak byudjet taqchilligini moliyalashtirishga kredit bermadi. Hozirgi paytda har bir o'zbekistonlikka to'g'ri keladigan davlat qarzi 1150 dollarni tashkil qiladi. Ya'ni har bir o'zbekistonlik bo'ynida shuncha qarz bor va bu ko'rsatkich o'sib bormoqda. Taqqoslash uchun qo'shni Qozog'istonda bu 3000 dollarga yaqin. O'zbekiston qarzini umuman to'la olmay qolishi mumkinmi? Ayni paytda bu haqiqatga umuman yaqin emas. Chunki O'zbekistonning xalqaro zaxiralari 60 milliard dollardan oshiq.
Ya'ni agar O'zbekiston hukumatı xohlasa, hozirning o'zida hamma qarzini to'lab yuborishi mumkin. Zaxiralar haqida agar sizga qiziq bo'lsa, keyingi videolarda gaplashamiz. Xulosa qilib aytganda, qarz mamlakat rivojlanishi uchun juda muhim. Asosiy masala uni to'g'ri yo'lda ishlata olish. Bu yog'i endi boshqa mavzu. Video yoqqan bo'lsa, unga like bosing, obuna bo'ling, do'stlaringizga ulashing va keyingi videolarda qanaqa mavzuni yoritishimiz mumkinligi haqida o'z fikringizni bildiring.